Assalomu alaykum. 140-mavzu takrorlash. Birinchi misoldan boshlaydigan bo'lsak, ko'paytirish jadvalidan foydalanib esdalik sovg'alar ostida qaysi sonlar yashiringanligini aniqlang. Qaranglar, buni sal pastroqga ishlayman hozir. Birinchi mana bu. Buni topishimiz uchun 30 ga ko'paytirishimiz kerak 226 ni barobar. Buni ko'paytirganimizda 6780 chiqadi. Keyingisi mana buni topishimiz kerak. Buni topishimiz uchun mana 20 ga 227 ni ko'paytiramiz. To'rt yuz 54 oxiriga 0 tushib qo'yamiz. 4540 bo'ladi. Keyingi buyum qaysi ekan? Ko'za. Mana 40 ga nimani ko'paytiramiz? 228 ni. Buni ko'paytiradigan bo'lsam 9120 bo'ladi. Endi qaranglar, 20 ga mana buni topish, yil bo'lish topishimiz uchun 230 ni ko'paytiramiz. Barobar 2 ta 0 yozamiz, 46 yozamiz. Ya'ni 2 ni 23 ga ko'paytirsak 46 bo'ladi. Yana bormi? Ham bor ekan. Mana 50 ga nimani ko'paytiramiz? 229 ni. 50 soniga 229 ni ko'paytiramiz. 0 1 4 5 11450 chiqar ekan. 504 kishi sayohatga otlandi. Ularni 28 kishilik katta avtobuslarda yoki 12 kishilik mikroavtobuslarda olib ketish mumkin. Qaysi holatda ko'p va qancha avtobus kerak bo'ladi? Mana. Ya'ni 504 ni nimaga bo'lishimiz kerak? 28 ga. 28. Bu yerda nechta katta avtobusdan 18 ta ketadi. Endi kichik avtobusdan bo'lsa 504 ni 12 ga bo'lamiz barobar. Unda 42 ta avtobus ketadi. Qaysi holatda ko'p va qancha ketsa, mana 42 dan nimani ayiramiz? 18. Qaysi holatda ko'p? Birinchi holatdami, ikkinchimi? Albatta ikkinchi holatda ko'p bo'ladi. Nechtaga? 24 taga. Uchinchi, taqqoslashimiz kerak. Qaranglar mana. 1200 ni 30 ga bo'lganimizmi yoki 1200 ni 4 gami? Albatta kichik songa bo'lganimizda katta chiqadi. Endi qaranglar, 1500 ni 30 ga bo'lgan yoki mana katta sonni 30 bo'lgan. Albatta nimani 3300 ni 30 ga bo'lganimizdan bo'ladi katta. Buni hisoblab o'tirish kerak emas. Bu yerda qaranglar, 27000 ni bo'lganda kattami yoki 81000 mi? Albatta 81000 ni bo'lganda kattaroq son chiqadi. Endi qaranglar, 1161 bor, 1032 bor. Qaysini? Bu yerda ham albatta o'ng tomon katta bo'ladi, chunki mana katta sonni mana 129 ga bo'lsam kattaroq chiqadi, chunki mana bu nima? Kichkina. Shuning uchun berilgan sonlardan foydalanib 4 ta tenglik yozing. Mana 80 ko'paytirilgan 70 barobar 5600. 700 ko'paytirilgan 7 barobar mana shunaqa. Keyingisi 221 qo'shilgan 699 barobar 920. Mana shunday yozishimiz mumkin. Yoki mana bunaqasi bor endi 4900 bo'lingan 7 barobar 700 deb yozib qo'ysanglar ham bir xil narsa chiqadi. Keyingisi Osiyo ko'plab aholi velosipedda yurishni afzal ko'radi. Jadvalni daftaringizga qayta chizing, uni to'ldirib masala yeching. Bir velosipedchi 40 minutda 12 kilometr masofani bosib o'tadi. 40 minutda 10800 metr bo'ladi, to'g'rimi? Tepada 12000 metr, metrga aylantirib qo'yaylik. Bizda v ni topishimiz kerak ekan.
V ni birinchi holatda V1 ni topamiz, ya'ni birinchi velosipedchining tezligi 12.000 ni bo'lishimiz kerak, 40 barobar 300 bo'ladi. V2 ni topganimizda ham shunday 10.800 ni bo'lishimiz kerak 30 ga. Barobar nimaga teng? 0 bilan 0 qisqarib ketadigan bo'lsa 360 bo'ladi. Mana ikkinchi velosiped birinchi velosipedchining tezligi topildi. Faqat bular metr taqsim minutda topildi. Metr taqsim minut. Malika kartondan Buyuk Xitoy devori maketini yasadi. Chizmaga asoslanib butun marketning uzunligini aniqlang. Agar Buyuk Xitoy devorining uzunligi taxminan 8800 metr deb hisoblasak, maket haqiqiy devor uzunligidan necha marta kichik? Maketning uzunligini topamiz, qaranglar mana. Mana bu devordan nechta bor? 1, 2, 3, 4 ta, to'g'rimi? Demak, 4 ko'paytirilgan 10 sm. 20 likdanchi 1, mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta devor bor. Qo'shilgan 6 ko'paytirilgan 20 bo'ladi. 40 qo'shilgan 120. Mana hamma jam uzunligini topamizda 160 bo'ladi santimetr. Endi qaranglar, 8800 ku asli. Shuni metrni santimetrga aylantirganda yana 2 ta 0 qo'shaman, ya'ni 100 ga ko'paytirishim kerak. Endi santimetr bo'ldi. Endi shuni 160 ga nima qilishimiz kerak? Bo'lamiz. Mana 0 bilan 0 qisqarib ketadigan bo'lsa, uni bo'lganimizda 55, 2 ta 0, 5500 marta nima bo'lar ekan? Kichik bo'lar ekan. 7-chi tenglamani bajaramiz. Bu yerda 435 qo'shilgan 221 qo'shilgan 115 bo'lingan x barobar 438. Mana bu 435 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. Keyin mana bu ikkalasini ham qo'shaman. 6 336 bo'lingan x barobar 438 dan ayiradigan bo'lsam 435 ni 336 bo'lingan x barobar 3 bo'ladi. X topadigan bo'lsam 336 ni bo'ladigan bo'lsam 3 ga x barobar nima bo'ladi? 112 ga teng bo'ladi. Keyingi tenglamaga o'tamiz. Bu yerda ham hisob kitobni birinchi ishlab olishimiz kerak. Mana 123 dan 86 ni ayiradigan bo'lsam 38 ko'paytirilgan y barobar mana bu yerda 420 dan 124 ni ayiramiz. 37 y barobar 6 9 296 bo'ladi. Y barobar 296 ni 37 ga bo'lamiz. Y barobar nimaga teng bo'lar ekan? 8 ga. Shu yerda sizlarga bitta narsani aytib o'tmoqchiman, ya'ni 3-sinf o'quvchilari uchun maxsus onlayn matematika kursi boshlandi. Bu kursimiz mana shu yoz oyida, ya'ni farzandlaringiz ta'til paytida bo'lib o'tadi, xudo xohlasa. Shu kursga qatnashishda, ya'ni bu kurs haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Bilimga ishonch bilan qadam qo'ying. Birinchi dars bepul qatnashib, sinov darsda bepul qatnashib ko'rishingiz mumkin. Agar dars ma'qul bo'ladigan bo'lsa, keyin kursni bemalol davom ettirasiz. Bu kurs orqali farzandingiz murakkab masalalar, yechish sir asrorlarini o'rganadi, tanqidiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi, qiziqarli misollar orqali matematika faniga mehr qo'yadi. Darslarimiz bir oyda 12 ta dars bo'ladi. Dars kunlari seshanba, payshanba, shanba kunlari vaqti kechki payt 19:30 da boshlanadi. Ko'pchilik tanlagan va mamnun bo'lgan kurs, ya'ni ota-onalar juda ham xursand bo'lib farzandini kursga yozdirishmoqda. Joylar soni cheklangan. Ular o'z ko'zlari bilan aytishganini ko'rishdi, endi navbat sizga. Joylar soni cheklangan, shoshilishingiz kerak. Kursga yozilish uchun murojaat qiling. Mana Telegram. Telegramda Shahzod Halimbetov deb yozadigan bo'lsanglar, e'tibor beringlar. Mana kuchukcha belgisi, shuni yozadigan bo'lsanglar, meni akkauntim kelib chiqadi. Shunga kurs deb yozsanglar, kurs haqida yana ma'lumot va bepul darsda qatnashib ko'rasiz. Bu kursimiz bir oyga 100 ming so'm to'lov qilinadi. Birinchi dars, ya'ni
probniy dars bo'ladi. Unda bemalol qatnashishingiz mumkin. Bepul qatnashishingiz mumkin. Dars ma'qul bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik to'liq o'qilgan holatda kursni davom ettirasiz. Farzandingiz yoz oyida, mana iyun, iyul, avgust oylarida bekor qolib ketmasligi uchun hamda sentyabrda maktabga chiqqanida o'sha butun yil davomida o'tgan narsalar esdan chiqmasligi, undan tashqari 4-sinf maktabga borganda sinfdoshlari orasida ajralib turadi. Xudo xohlasa, uning ko'rib ustozlari ham hayron qolishadi. Agar vazifalarni biz o'tgan darslarda qatnashish vazifalarini to'liq bajarishsa, xudo xohlasa. Kursga yozish uchun murojaat qilinglar, joylar soni cheklangan. 8-misoldan boshlaymiz. Hisoblang, sonlar qaysi biri katta va qancha? A sonimi yoki B sonimi? Shu shaklda ishlab ko'rsataman. 35302 minus 28394. 8 0 9 6 6908. Endi buni 6908 ni nimaga ko'paytirish kerak? 6 ga. 6908 ko'paytirilgan 6 ga ko'paytiraman, oxiriga 2 ta 0 ni yozib qo'yamiz. 2 ta 0 shunday tushib qo'yaman. 68 48 54 36 41. Endi mana shu hisobni 4 ga bo'lish kerak ekan. 4 ga bo'lganimizda qaranglar, nollar qisqarib ketadi. 1 dan beramiz. 4 ayirganimizda 0 14. 2 ta xona birdaniga tushganimiz uchun bitta 0 beraman. 14 ichida 3 marta 12 ayiradigan bo'lsam 24 qoldi. Keyin 6 dan keyin 2 dan beramiz 24. 8 dan tushamiz. 2 dan beramiz 8. 0 qoldi. 10362 chiqdi. Endi mana shu 10362 ga qo'shamiz 34553 ni. 5 11 9 4 4. Javob, birinchisining javobi 44915 bo'lar ekan. 44915. Ikkinchi misolga o'tamiz. Buni ham ustun shaklda bajaraman. Birinchi qavs ichini bajarib olamiz. 119486 ga qo'shamiz 3964 ni. 0 5 4 3 2 1. Endi qaranglar, buni 120 ga nima qilish kerak? Ko'paytirish kerak ikkinchi amalni. Ikkita 0 borki, ko'paytirib o'tirganda ikkalasini yozib qo'yaman. 2 kara 5 bunning yo'li 1 yerda 8 9 6 4 2. Keyin mana 1 ni tagidan tushamiz. 5 4 3 2 1 qo'shamiz. 1 2 3 ta 0 14 1 8 4 1. Demak, nima chiqdi? 14,814,000. Endi 14,814,000 ni nimaga bo'lamiz? 3000 ga bo'lamiz. 3 ta 0 qisqarib ketadi mana. Keyin 4 dan beramiz 12, ikkisi yo'lda 28 ichida nimadan beramiz? 8 dan. 9 dan demoqchi edim, 27 bo'ladi. 1 qoldi, keyin 3 dan beramiz, mana bu yerda 9. Keyin 24, 13 dan 8 dan beramiz, 24 ayirgansa. Demak, mana boshqatdan yozaman. 4938 bo'ladi. 62912 dan ayiramiz 4938 ni. 4 11 7 9 7 5 57000. Buni yozamiz. 57974. Qaysi javob ketdi ekan? Albatta B javob ketdi. Keyingisi, sayyohlik avtobusi birinchi kun yo'lni bosib o'tdi. Bu ikkinchi kun bosib o'tganidan 19 kilometr ko'p. Uchinchi kun bosib o'tganidan esa 38 kilometr kam. Mana qaranglar. Birinchi kun qancha bosib o'tdi yozamiz? 235 kilometr. Bu ikkinchi kun bosib o'tgandan ko'p. Demak 235.
ayiramiz 19. Chunki qaranglar mana birinchi kun bosib o'tdik-ku, bu ikkinchi kundan 19 ta ko'p, ya'ni ikkinchi kunga 19 ni qo'shadigan bo'lsanglar, birinchi kun kelib chiqadi. Demak, ikkinchi kunning o'zi mana bu ikkinchi kun. Shuni topish kerak. Shuni topishimiz uchun ayirishimiz kerak. Barobar 6, 2 dan 1 ni ayiradigan bo'lsa 1, 216 bo'ladi. Endi 3-kun bosib o'tgandan esa 38 kilometr kam bo'lsa 235 ga qo'shamiz 38. Barobar 3 7 2 273 kilometr bo'ldi. Avtobus shu 3 kun davomida desa uchalasini qo'shamiz mana. 235 qo'shilgan 216 qo'shilgan 273. Bular qo'shiladi. Javobi 724 bo'ladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.